Hani Xurshid Rasulov ashulasi bor-ku, uyga quruq qaytmasin erkak. Bir xotin kishi yozganmi bilmayman. Sizlarning vaqtda unaqa emas-da, tog'a. Salomat kelsa bo'ldingda, hozir quruq kelsa hisob emas. Urushib qolsa bilasizmi nima deydi hozirgi xotinlar? Senga tegib deydi. Nima? Kim biladi mana shu gapni? Erkaklardan so'raymiz. Aka, mumkinmi sizni? Baraka topdim, malades. Agar senga tegib baraka topgan bo'lsa, nima deydi? Kim biladi? Bilasanmi? Bilasizmi? Uylanganmiz, akasi uylangan odamga o'xshaysiz. Bu yoqqa keling. Bu yoqqa keling, soch bekorga oqarmagandir, keling, brat. Keling. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Qayoqlardan? Shu Toshkentdan. Toshkentdan, baraka toping. Baland toqqa qor yog'ibdi-yu, ha? Uylanmasdan oldin soch qanaqa edi rangi? Qop-qora edi. Qop-qora edi. Kenayni nafasiga sovuqmi deyman, qarov tushibdi. Nima deydi bular? Turmushga chiqib olib urushib qolganda senga tegib. Nima deydi? Xudoga shukr deydi. Duxam ketib o'tdi-ya, brat. Mayli, salomat.